Bugun Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida Ona tilim, jonu dilim deb nomlangan 3G sinfida tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbir o'zbek tiliga davlat maqomi berilganiga 36 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazildi. O'qituvchisi Fazliddinova Mahfuzaxon. Do'stga do'st bu dugona tilim, begonaga begona tilim. Beshigimda yagona tilim, ona tilim, jon ona tilim. Ah, anam tilisan, otam tilisan, sen bobom tilisan, asrlar oshgan, mehrda beqiyos nozik tilisan, g'azabda quturib, amuday toshgan. Azizlar, har bir davlatni dunyoga tanituvchi boyligi bu tildir. Til borki, kishilar bir-birlari bilan dardlashadilar. Ha, albatta, til millat g'ururi, bizning qadimiy boyligimiz, ajdodlarimizdan bizga meros bo'lgan ulkan xazinadir. Vatan deganim bu yurak deganim, birov-birovga kerak deganim, birga yashaganim, millatim, xalqim, ajralmasin aslo vatandan hech kim. Vatan deganim bu yurak deganim, yurakka vatanim kerak deganim, aslida vatan bu tug'ilgan joyim, birinchi qadamim yetgan qo'rg'onim.